15-dekabr nihoyat futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichiga qur'a tashlanadi. O'z tarixida birinchi bor mundialda qatnashadigan O'zbekiston milliy jamoasi musobaqadagi raqiblarini bilib oladi. O'zbekiston qur'adan oldin 3-savatchadan joy olgan. Milliy jamoamiz uchun 100 dan ortiq ehtimoliy guruhlar mavjud. Shu boisdan aniq guruhni taxmin qilish deyarli imkonsiz. Qur'a tartibiga ko'ra 48 ta jamoadan 4 tadan 12 ta guruh ajratiladi. Qur'ada qator cheklovlar bor. Xususan, bir konfederatsiyaning 2 jamoasi bir guruhga tushmasligi lozim. Bunda faqat UEFA mustasno. Boisi Yevropaning 16 ta jamoasi mundialda ishtirok etadi. Ya'ni qaysidir guruhda 2 tadan Yevropa jamoasi bo'ladi. Shuningdek, FIFA reytingida eng yuqori o'ringa ega 2 ta jamoa o'z guruhida birinchi o'rinni egallagan taqdirda finalgacha to'qnash kelmasligi jihatidan guruhlarga joylashtiriladi. Hozirda bu jamoalar Ispaniya va Argentina bo'lib turibdi. Xuddi shu tartib FIFA reytingida 3 va 4 o'rinni band qilib turgan jamoalar Fransiya va Angliyaga nisbatan ham qo'llaniladi. Ushbu tartibda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati milliy jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro va FIFA tomonidan maxsus taklif etilgan o'zbek futbol afsonasi Mirjalol Qosimov qatnashadi. Qur'a marosimi Toshkent vaqti bilan 22:00 da boshlanadi. Tadbirni O'zbekistonda Futbol TV telekanali jonli tarzda namoyish etadi. Xo'sh, qadrli futbol muxlislari, O'zbekiston mundialda kimlar bilan bir guruhda bo'lishini xohlaysiz? Fikrlaringizni yozib qoldiring.